Voy молодец. Xo'p, aka metro o'tirib qo'ygan. Jetavr. Katta ochilarmikin bu? Ochilmasa, bunga qarab ish qilamiz. Kelasizlar. Kalit ochilmayapti endi hozir. Kalit ochilmagan bo'lsa, kalitni nima chiqargan ekan? Akkumulyator o'lgan-ku, ochmayapti. O'lgan bo'lsa, ochish kerak. Bo'ldi, o'zimiz bilan ochamiz. Aka bor, kelyapsiz? Kalit bilan eplamadik endi. O'zimiz. Salonga o'xshagan narsa ekan, davleniya o'lchaydi ekan-ku. Bunga hali sabri boridan qilib kerak. Voy молодец. Aynen. Bismillah. O'tadi mashinamiz xudo xolasa. Aka metro o'tirib qo'ygan hisobiga ochilmadi. Endi menimcha kalitda ochilmaganining sababi menimcha kalitda deyarli ochilmagan mashina, shuning uchun mo'ykada boshqada suvda plastar sho'r bo'ladi. Shu qisib qo'ygan. Shuni hisobiga, qotib qo'ygan hisobiga kalitni ochib berdi mashinamiz.